Xayrli kecha azizlarim, yaxshimisizlar? Kuninglar qanday o'tdi? Bizda esa ish juda ham qizg'in ketyapti. Ya'ni bugun kechqurun, to есть ertalab soat 3:04 Moskvaga uchib ketamiz. Gastrol safarimiz bor. Erta to'y o'tkazamiz. Hozir bo'lsa endi tadbirdan keldik. Davlat tadbiri bo'ldi. Juda ham zo'r o'tdi. To'g'risini aytsam, juda ham charchadim. Kayfiyatimni ko'tarish uchun dovchadan napitki ichaman. Juda ham charchaganman. Arqa planda sekin o'g'irlayapti Alixon. Marika bicharkan, jonim. Alixonga dovchali tamlikni ochib beramiz. Qalay ekan? Zo'rmi? Marik, sen hamchisan, bunisidan icharkan bu. Kenay ko'rib. Labingda bo'ling asaldek, tilingda so'zing g'azaldek. Labingda bo'ling asaldek, tilingda so'zing g'azaldek. Qaranglar kiprigini, uzunligini buni. Voy, Ali, menga ber kiprigini, ber menga. Ber kiprigini. Ber. Tez bo'l. Mahmujon akam Namangandan kelganlar. Ta'mga baho berasizmi Mahmujon aka? Shuni ichish. Ha, ichish kerak. Dovchaligi ekan. Yurtim kompaniyasida. Bismillah. Qalay ekan? Zo'r ekan. Haqiqiy dovcha ekan. Hozir odamlar nima deylar? Kurtkalaringni yig'gin. Moskvada -2 gradus qor yog'yapti deylar. To'g'ri. Men kurtkalarimni olib kelganman. Menda полный hozir garderobimda faqat yozgi kiyimlar. Morojniy zakaz qilib qo'ydim. Hozir odamlarga olib kiraman. Ada, erta Moskvaga ketdik. Evda qor yog'ibdi. -2 gradus chiqilib 75% qor ekan. Qorlar. Shanga hozir issiqda. Morojniy olamizmi? Ha? Moskvaga ketishga tayyorgarlik. Da. Menga pushtisi, sizga dovchaligi. Bismillah. Voy, haqiqiy dovcha-ku bu. Qalay ekan tam? Mazza. Bay. Nordon ekanmi? Ham haligi nimaga o'xshaydi? Hindistonda yerdi-ku. Ha. Panipuri. Panipuri. Ham achchiq, ham shirin. Ham nordon, ham shirinda, ajoyib. Wow. Ekan. Aytishim. Bir ikkitim bor mana. Bu olchan ta'mi bor ekanda. Olchal ekanda. Xullas, mazasiga gap yo'q. Zo'r ekan. Menga dovchalik yoqtirasa.